Chanoq suyagi mana bunaqa kosasi bo'ladi. Son suyagini golovkasi bo'lishi kerak mana bu yerda. O'sha narsa mana bu kosaning ichida turishi kerak. Sizda o'ng tarafingizda mana bu golovka ichkariga kirgan, mana bu tazni mana bu suyagi tepaga chiqib ketgan. Golovka bu yerda kichkinagina bo'lib qolib ketgan. Mana bu holatda bo'lib qolgan suyak, golovka chiqib ketgan. Golovka bu yerdan bo'yindan sheykasidan sinib bu yoqqa qolgan. Chap tarafingiz mana bu holatda turibdi, lekin mana bu holat prosta golovka mana bunga yopishib qolgan. Chap tarafingizda, o'ng tarafingizda singan holatda turibdi. O'shani hisobiga o'ng tarafni himoya qilish uchun chap tarafga ham o'tib ketgan og'riq hozir. Og'riq tushganda? Shunaqa. Endi sonda oldidagi og'riq, tazabidrinni sustavni o'zida og'riq kamayishi, organizm o'zini himoya qilish uchun yurganingizda, boshqaganingizda soningizda oldidagi muskullar ko'proq ishlaydi. Ya'ni oyog'ingizni ko'tarib bosish uchun ham, o'sha narsa uchun oyog'ingizni oldidagi muskullar ishlaydi. Oyog'ingizni oldidagi muskulda hammasi borib, o'sha tazabidrin sustavni oldiga birikkan. Tazabidrin sustavni o'zini harakati bo'lmagandan keyin polni o'sha joydagi muskullarga slabis bo'ladi, ya'ni kuch kamayib ketadi. Og'riq ham o'shaning hisobiga ko'payadi. Ya'ni sonda oldidagi og'riq ham chanoq son bo'g'imidagi yemirilishning hisobiga. Xo'p, endi bizda lichina qanaqa bo'ladi? Lichina qanaqa birinchi tekshirib chiqiladi. Как положено, qaysi mashsa ishlayapti, qaysi ishlamayapti, tazabidrin sustavni o'zini harakati qanaqa, hammasi ko'riladi. Beldan keladigan qon tomir nervlar, ya'ni o'sha tazabidringa oyoqqa keladigan qon tomir nervlarda qisilish bormi, yo'qmi, dumg'aza qanaqa holatda? Yo'q, qo'lda o'zimizning kinezologik testlar orqali qilinadi. Hammasi ko'riladi. Birinchi kunda o'zida lichina qilinganda, ya'ni hamma o'sha shikoyatlaringiz hammasi yoziladi, o'shalar bo'yicha ishlab chiqiladi. Bizda og'riq qoldiruvchi dori yo boshqa narsa qilinmaydi. Ya'ni kasallikni bloklanmaydi, kasallikning asosiy sababi bo'yicha ishlab chiqiladi. Oddiy mana bu bitta bo'g'mingiz bo'lsa, o'sha bo'g'imning atrofidagi hamma muskulni tonusi, ya'ni kuchi normallashtirib chiqiladi, qon aylanishi yaxshilanadi, o'shandan keyin siz yurib ko'rasiz. Oldingidan agar og'riqlar yengillashsa, yurishingiz yaxshilansa, birinchi kunda o'zida. Demak, o'sha sohada muammo bor, dalcha davom etsa, ikkinchi kun yana, uchinchi kun yana, to'rtinchi kun yana, 5-6 kunda katta rezultat bo'ladi. Xohlagan lichinangizda, u kinezologiya bo'lsin, dori-darmon bilan lichina qiling, xohlagan narsangiz, massaj bo'lsin, birinchi kunda o'zida lichina olganingizda ozgina yengillashdi, lekin ikkinchi kun eski holatga yana tushib qolsa, o'sha narsa takrorlanaveradi. 10-kuni ham lichina payti yengillashadi, yana eski holat bo'ladi. Uyga borganiga bir haftadan keyin eski holatda qoladi. U effektsiz lichina hisoblanadi. Ya'ni qachon effektivni bo'ladi? Birinchi kun lichina oldingiz, yengillashdingiz, ikkinchi kun yana, uchinchi kun yana har kuni oldinga qarab siljish kerak. O'shanda qachondir yaxshi qilsa bo'ladi, effekt bo'ladi. 6-7 kunda kattaroq rezultat qilsa bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi dori bilan lichina qilinadigan bo'lsa, prosta kasallikka ham og'riq qoldiruvchi qo'shib qilinadigan bo'lsa, siz bilmay qolasiz. Og'rig'ingiz lichinaning hisobidan kamaydimi, og'riq qoldiruvchini yordam. O'shaning uchun og'riq qoldiruvchi ichib yurgan odamlarda ham hozir 2 kunda bir ichaman deyapsiz-ku, o'sha narsalarni to'xtatiladi, ichmay turasiz. Biz lichina qilamiz. Lichinada endi hozir sizda bir tarafda mana chap tarafingizda o'zida 4-bosqich, o'ng tarafda 4-bosqich ham deb bo'lmaydi. 4-bosqich bo'lganiga ham ancha yillar o'tib ketgan, chiqib ketgan. O'shaning uchun maksimalni ko'riladi. Birinchi kunda o'zidan yengillash bo'lsa, dalcha davom etkazamiz. O'shandan keyin uyga upражнение beramiz. Og'riq qoldiruvchi dorisiz o'zingizda yengillash bo'lib ketadi. Qanaqa? Uyqu yaxshi emas, ha? Og'riqda hisobni. Og'riq bo'lmasa uxlaysiz. Kechasi boshlaydi. Nima ishlaydi? Bemalol uxlaysiz. Tashqariga chiqqani ham qo'ymaydi. Sutkaga 3-4 chiqadigan bo'lsa 1 chiqaman. Lekin o'zi 4 soat uxlayman, xuddi 8 soat uxlaganda bo'lib turaman. Значит, og'riq hisobiga faqat. Og'riq bo'lmasa, uyqungiz yaxshi. Yuragingiz bezovta qilganda qanaqa bezovta qiladi? Yo'q, qanaqadir bo'lsa. Nafas yetishmaydimi? Yo'q, g'ash bo'ladimi? Menga aritmiya bor. Aritmiya bor. Ancha yildan bo'ldi. Deshida o'rnida narsa qilaman, lekin bunday og'riq yo'q. O'sha kechqurunga hech bezovta qilmaydi. Og'riq qoldiruvchi dori ichgan paytingiz, значит, buni hammasi yurakka berilayotgan nagruzka ham asosiy og'riqning hisobidan. Ich qotishi bormi, yo'qmi? Ich qotishi yo'q. Peshob ishlashingiz qanaqa? Yaxshi. Asabiylashish juda ko'p emasmi? Oddiy gaplarga emas, chiqib ketadigan darajada emasmi? Yaxshi. Oyoq qo'lda muzlash bormi, yo'qmi? Yo'q. Uvishish? Yo'q. Og'riq ikkita oyoqda ham tazabidrin sustavni hisobiga sonda oldida og'riq. Sonda oldida. Chapda og'riq. Og'riq rostda yo'q. Rostda bor qiladi 20% mi? 15%. Asosan chapda. Xo'p, bo'yinda, yelkalarda og'riq bormi, yo'qmi? Bo'yinda, yelkalarda yo'q. Oyog'ingizni uzatsangiz, tomir tortishi uvish bo'ladi. O'tirib turish qanaqa? O'tirib tura olmaysiz. O'tirasiz, ushlab turasiz. O'tirganda ushlamasdan o'tira olasizmi, yo'qmi? Faqat turayotganda ushlab tursangiz, unaqa ham bo'lmaydi. Xo'p. Faqat bitta tizzadami yo ikkovida hammi? Faqat o'ngda. O'ngda asosiy, chapda kamroq. O'ng tizza. Bukilib yozilish, yotgan holatda bukilib yozilishi yaxshimi? Og'riq bo'lmaydimi? Oyoq hozir qarasangiz ham oyoqlarimda tashlaydi. Hozir tekshirib ko'ramiz, Hozirgi ko'radigan bemorimizda
tizza bo'g'imida 4-stepen gana artroz rivojlangan. Bu kishi har oy 2 oy interval qilib tizzaga gialuron kislota, plazmoleftin quydirib, o'shanaqa qilib lecheniya olib, sertospan oxirida borib sertospan garmon qilgan. Og'riq qoladi, 2 oy qoladi, yana qaytalanadi. Og'riq qoladi, yana qaytalanadi. Sizlardan bir narsani iltimos qilib so'ramoqchiman. Kimda tizza og'rig'i boshlansa, atrofdagi ota-onangizga yoki qo'ni-qo'shnilaringizga e'tibor bersangiz, tizzani lecheniya qilib travmatologga lecheniya oladi. Lecheniya davomiyligi 6 yil, 8 yil, 10 yilgacha ba'zilarda cho'zilgani bor. Oxiri borib operatsiya bilan to'xtayapti. Shuning uchun tizzada problema boshlandimi? Asosan o'sha tizzadagi muammoni o'z tanangiz bilan his qilishni o'rganing. O'sha tizzani atrofidagi mushaklar qanaqa holatda ishlayapti? O'sha og'riq turganda og'riyaptimi yoki zinaga chiqqanda yoki tushganda og'riyaptimi? O'shalarga e'tibor berib, tizzani atrofidagi mishsalar, mushaklarni to'g'rilashni tavsiya qilaman. Sababi to'g'ri, ukol dorini ham o'rni bor. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Kinezologik muolajaning ham o'z o'rni bor. Kinezologik muolajada aynan o'sha sabab, o'sha mushak nimaga ishlamayapti? Tizza og'rig'i boshlanishidan oldingi o'sha sabablar yo'qotilib, tizzaga atrofidagi mushaklarga tonus, kuch olib kelinadi. Natijada tizza o'z holatini sekin-sekin yillar davomida tiklab boshlaydi. Agar u ikkinchi stepen bo'lsa, o'sha to'rga o'tib ketgan bo'lsa, boshqa variant qolmaydi. Operatsiya oxirgi chora, lekin operatsiya udashni chiqadimi yo'qmi, uni organizm o'ziga bog'liq. Operatsiya qilgandan keyin ham o'sha atrofidagi mishsalar, mushaklar baquvvat bo'lmasa, baribir hassada yurishingizga to'g'ri keladi. Qarang, sizda bunaqa holatda umumiy organizm to'liq hamma joyingiz bo'shashib ketgan. Bironta, mana kelganingizda birinchi kun tekshirib ko'rdim-ku, bironta norma mushak yo'qda sizda. O'shaning uchun o'tirsangiz, tura olmaysiz, o'rmalab yurasiz shunaqa. Siz turishingiz uchun oyoqdagi mushaklar normada ishlash kerak, sizni ko'tarib berish kerak. Bitta tashqariga itarsangiz oyog'ingizni yon tarafga. Yana bir itaring. Bunisini itarasiz tashqariga. Yana bir itaring. Yana bir qo'ying. Yana itarasiz tashqariga. Yana itarasiz. Endi tepaga ko'taring. Bunisini tepaga ko'taring-chi. Tepaga ko'tarasiz. Yaxshi. Bitta tizzangizni bukib ko'ring-da, o'zingiz bukasiz. Og'riq yo'q-a hozir? Bunisini bukasiz. Yana buking. Sizda o'sha va birinchi kundan aytganim, oyoqqa umumiy kuch bo'yindan chiqyapti, bo'yindagi problemadan. Qanaqadir yoki ko'p o'tirgansiz yoki bo'yinda osteoxondroz, gresha o'shalar ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Qo'lga og'riq berib yurgan-ku ancha vaqt. O'shaning evaziga organizm butun tanada mushaklar gipotoniya, kuchsiz holatga kelib qolgan. O'shan qachonki o'sha problemalarni yo'qotib, mishsalarga hammasiga tonus olib kelsak, keyin siz bemalol o'tirib turib boshlaysiz. Suyak ham o'zi sekin-sekin vassanovit bo'lib boshlaydi. Orqaga bir itaring-chi. Yaxshi. Yana bir itaring-chi. Torting-chi. Torting. Endi qo'lingizni oshqozoningizga qo'ying. Mana shunday qo'yib turing. Bukasiz oyog'ingizni. Yana torting-chi. Torting. Yaxshi. Oshqozonda muammo bor. Endi mana ichaklaringizga qo'ying. Ana shunday qo'yib turing. Yana torting-chi. Yaxshi. Hozir ikkita muammo topdik. Qo'lingizni qo'yganingizda boldiringizga kuch kelyapti. Buni nevrologik jihatdan o'sha tochkalar bilan ishini to'g'rilab qo'ysak, bu yaxshi ishlab boshlaydi. Lekin o'zini lokalniy problemasi qoladi. Lokalniy muammolarni yo'qotsak, hammasi sekin-sekin iziga tushib ketaveradi. Lecheniyadan keyin doimiy упражнение qilib yurishingiz kerak. Shu bo'g'imda qotishish, kontraktura kuzatilmaydi. Holatingiz kundan-kunga pilsga qarab ketaveradi. Assalomu alaykum. Yaqinlar, o'rtoqlar, opa-singillar. Men Safarova Rokiya 64 ga qarab ketaman. Qashqadaryo oblast Kitob rayonidanman. Mana shu klinikani eshitib keldim. Ikki dugonam, sinfdosh dugonam davolanib, menga tavsiya qildilar. Mana shu yerga keldim. Ahvolim juda og'ir edi. O'tirsam tura olmayman, tursam o'tira olmayman. Juda ahvolim yomon. Yura olmayman, tizzalarim umuman yurgani qo'ymaydi. Mana shu bugun 3-kuni yaxshiman. Yurayapman o'zim. Bir marta o'tirib turyapman.
oyoqlarim soldat yurishday yuraman, judayam qiyshayib qolgandim. Juda katta rahmat mana shu klinikani doktorlariga, ilohim baraka topsinlar. Tanijonlari sog' bo'lsin, martabalari bundan ham ulug' bo'lsin. Ota-onalarga rahmat bo'ladi. Kelinglar, davolaninglar, izlaninglar. Mana shu diyorlar orqali izlab topdim. Hamma yaxshi bo'lar ekan. Men 20 yil, 30 yil ichida bunaqa davolanishni ko'rganim yo'q. Ko'p joylarga davolandim. Davo topolmadim. Ana shu yerdan kelib davo topdim. Ularda bel sohasida kuchli og'riq bor. L4, L5 bel umurtqasida kompressiya bir-biriga yopish holati bor. O'sha joyda ikkita grija bor. Bittasi 4, bittasi 4-6, ikkita grija bor. Keyin o'sha bel sohasida yon tomonga skolyoz qiyshaysh holati bor. Bularning bugun 3-kun muolajani olyapti. 3-kun davom ettiryapti. Holatlari yaxshi. Bu holani tekshirib ko'rganimizda asosan o'sha beldagi kompressiya yopishishiga ham, belni qiyshayib qolishiga ham umurtqani yon tomonga o'sha bel sohasini ushlab turgan поясничный подвздошный muskulda buzilish bor ekan. MRT sнимkasida ham ko'rinib turibdi. Bir tomonda gipotoniya berib bo'shashib ketgan, bir tomon gipertonus berib tarangligi oshib turibdi. Bu yoqda o'sha bo'shashgan tomoni asosiy muammo. Chunki o'sha bo'shashdimi, ikkinchi tomon tortadi, umurtqani qiyshaytiradi. Ba'zi noqulay harakatda umurtqani ozgina siljitib qo'yishi ham mumkin bu holatda. 3-kun mana muolajani olyapti, hozir davom etkazamiz yana. Holatlarida o'zgarish bor. Yaxshi tomonga o'sha muskulning buzilishi, o'sha bo'shashib ketgan muskulni to'g'irlasak, o'zi umurtqada o'zgarish bo'lib boshlaydi. Og'riqlari ham kamayib, bu muskulning buzilishini keltirib chiqargan asosiy sabab yo'g'on ichak. Ularda ich qotishi bor ekan. O'sha yo'g'on ichakdagi buzilish to'liq muskullarga ta'sir qilgan. O'shaning hisobiga belda muammo kelib chiqqan. Ko'pchilik joyda ko'ryapmiz mana, lecheniya qilib ko'rilyapti-da, operatsiya taklif qilinyapti agar bemorda natija bermasa. Lekin 5 mm, 4 mm, borinki 6 mm grijalarni ham operatsiya qilish shart emas. Operatsiya qilingan bilan ham o'sha fibroz qavat yorilib chiqdimi, yana oqib chiqaveradi ichidagi gelsimon modda. O'shaning uchun bularda o'sha muskulni tiklashimiz kerak. Operatsiya qilingan bilan ham u muskul ishlab ketmaydi. O'sha bo'shashgan holatda qolib ketaveradi. Yana o'sha grija qaytalanib qolaveradi. Buning yechimi o'sha muskullar to'g'rilib chiqish kerak. Muskullarni mashq yo'li bilan ham to'g'irlash mumkin, lekin o'sha muskulning o'zining buzilishi bo'lsa to'g'irlasa bo'ladi. Agar muskulning o'zining buzilishi bo'lmay, boshqa joylar, ichki organ, emotsiya buzib turgan bo'lsa foydasi tegmaydi. O'shaning uchun oldin asosiy muammolarni yechimini qilib olishimiz kerak. Emotsiyani joyiga keltirib olishimiz kerak. Emotsiya bu nima? Stress, vahima, qo'rquv, o'ylash, bular to'g'rilab olishimiz kerak. Doimiy oilaviy janjallar, u holatda kasallik tuzatib bo'lmaydi. Oldin o'sha turmush tarzini to'g'irlash kerak, ichki organda holatini yaxshilash kerak. Keyin kasalliklar tuzatsa bo'ladi. Xoh tizza bo'lsin, xoh bel umurtqasi bo'lsin, o'zi tizza muammosi, bel umurtqasi muammosi, borinki chanoqson bo'g'imi muammolari hammasi nagruzka tushadigan joylar. Bu nagruzka tushadigan joylarda kasallik kelib chiqyaptimi? Hozir kasallar ko'payib ketgan. Buning sababini topish kerak. U faqat tizzaga muolaja qilsak, belga muolaja qilsak, u tuzalib ketmaydi. Hozirda mana ko'ryapmiz, tizzagami? Tizzaga faqat plazma quyilyapti yoki blokada qilinyapti. U birontasi lecheniya emas-ku. Qani bu yoqda sabab? Sabab topishimiz kerak. Xola orqa tomoningizda muskullarni test qilib olayin. Bismillah. Bukinchi qattiq oyoqni o'zingizga buking kuch bilan. Qani? Torting. Ana shunday. Yana tortib ko'ringchi kuch bilan. Qani? Yaxshi. Yana tortingchi kuch bilan. Yaxshi. Bo'ldi. Bunisini qattiq tortingchi kuch bilan o'zingizga torting. Yaxshi. Yana tortib ko'ringchi kuch bilan. Bo'ldi. Mana shunday. Zo'r. Endi bu oyoqni bu tomonga bosingchi qattiq. Qani. Yaxshi. Yana bosingchi kuch bilan. Zo'r. Yaxshi. Hozir biz mana bu holatimizda bajargan testimiz, mana ekstensiv bidrani test qildik. Yaxshi. Normada ishlayapti, faqat ozgina kuchi kamroq, 80% cha kuch bilan ishlayapti. Ikkinchi testimizda, mana bu harakatimizda grushovedniy, mana bu yoqdagi noksimon muskulni test qildik. Qarang, bu mana orqa tomondagi tortishib, uvishib, og'riqlarga asosan sedanishniy nerv sababchi bo'ladi. Sedanishniy nervning buzilishini asosan grushovedniy muskullarning, ekstensor bidralarning normada ishlamasligi ham sababchi bo'lishi mumkin. Sedanishniy nervning o'sha bloklanadigan joylari asosan bel umurtqasi, grushovedniy muskullar, mana sondagi spaykalar, o'shalar sababchi bo'lishi mumkin. Hozir bularda yaxshi, chunki birinchi kun ko'rganimizda
oyoqda kuch kam edi, tomir tortishlari bor edi. O'shalar hozir ketgan. Hozir qiynalmasdan test qilib oldik bu tomonda. Bu yonboshdagi muskul ham yaxshi, bu ham yaxshi. Xo'p, bu tomondagi maksimal muskulni test qilamiz. Bu oyoqni bu tomonga bosingchi kuch bilan qattiq bosing. Bosingchi. Yaxshi. Hozirgi harakatimizda mana muskulni test qildik. Agar bemor mana shu holatda ushlab tura olmasa, qo'yib yuborsa, bo'shashib ketsa, demak mana muskul normada ishlamayotgan bo'ladi, grushevidniy muskul. Buni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Hozir bularda yaxshi, bemalol tutib turyapti. Endi bu normadami yoki gipertonus holatidami? Buni ajratishimiz uchun o'sha muskulni provokatsiya qilamizda, yana qaytadan bitta test qilib ko'ramiz. Bu yoqqa yana bosingchi kuch bilan qattiq bosing. Bu tomonga, qo'lni turgan tomonga bosingchi. Bo'ldi, yaxshi. Ikkinchi provokatsiyadan keyingi holatimizda bo'shashyapti. Bu normalligini bildiradi. Muskul normada qisqaryapti, normada bo'shashyapti. Agar 50% deylik qisqarib, 30% bo'shashsa, 20% qolib ketadi. Bu normani bildirmaydi. Bu gipertonusni bildiradi. Doimiy nagruzkada ishlayotgan muskulni bildiradi. Hozir bularda orqa tomon yaxshi. Bu tizzangizdagi og'riq mana bu joydami? Bu asosan o'sha ichki tomondagi muskullar yaxshi ishlamaydi. Oyoqning mana shu tizza bo'g'imining ichki tomonida Minskda razriv kelib chiqadi. Siz endi MRT qilmagan ekansiz. Minskda razriv borga o'xshayapti. Xo'p, hozir bitta apparat qo'yib olamiz bunga. Sezilyaptimi? Bo'ladimi? Yaxshi ta'sir qilyaptimi? Agar kuchli bo'lsa, kam bo'lsa ayting. Men 1961-yilda tug'ilganman. Qashqadaryo viloyatida Dehqonobod rayonida yashayman. Men bu yerga kelishimning sababi Surxondaryo viloyatidan kelgan mehmonlarimiz shu yerni tavsiya qildi. Maqtab, shuning uchun shu yerga keldim. Bu yerga kelishim sababi mening orqa umurtqalarim og'rib, charchab qoladigan holga keldim. Tizzalarim og'ridi. Turishga qiynalib qoldim. Ikkinchi muolajani olgandan keyin o'zimni yengil sezdim. Yurishga nima qildim. Hozir bugun 3-chisi juda ham yaxshi. Bu yerda muolajadan tashqari doktorlarning muomalasi ham tezda davolaydi. Mana shu yerga davolaning yaxshi topasiz. Bugun bu bemorimizni ikkinchi kunlari bular asosan chap oyoq medial minsk yirtilishi bilan kelganlar va boldirdan tizzagacha tizza tortishi bor. Yana peshob tutilmaslik bilan kelganlar. Bugun ikkinchi kunlari, bugun test qilib ko'ramiz qani natijalarini. Hozir mushaklaringizni tekshirib olamiz, tonuslaringizni. Itarasiz, bukmasdan orqaga itarasiz. Yaxshi. Itaring. Zo'r. Bu qo'lingizni ham tekshirib olamiz, bukmasdan orqaga itarasiz. Zo'r. Itaring. Tonus tiklangan, to'liq, qo'llik yaxshi. Bizda bemorimiz gipertonus bo'lib kelgandilar. Hozir bir kunlik lecheniyadan so'ng, mana ikkinchi kunlari test qilib ko'ryapman. Norma tonusga qaytgan hammasi. Endi oyoqni tekshirib olamiz. Bukmasdan tepaga ko'tarasiz. Zo'r. Bunisini ko'taringchi. Zo'r. Ko'taringchi. Bu xonamiz bizga YouTube'dan ko'rib murojaat qilib keldi. Bularning shikoyatlari boshlarida og'riq bor ekan, davleniya oshib turar ekan, asabiylik, keyin o'ng tizzada 3-daraja, 3-4 darajali yemirilish shikoyatlari bilan bizga murojaat qilib keldilar. Bugun mana hozir 4-kunlik muolajani tugatdik. Holatlari ancha yaxshi. Tizzalarida ham o'zgarish bor, og'riqlari kamaydi. Birinchi kun ko'rganimizda oyoqning oldidagi muskullar, tizzadan pastdagi muskullarda ancha o'zgarish bor ekan, buzilish holatlari. Hozir testlarimda hammasi yaxshi holatga kelgan. Bu tizzadagi og'riq o'sha muskullarni tiklaganimizning hisobiga doimiy holatda tushib turgan kompressiya, nagruzka ketadi. Chunki muskullar o'zining ishini bajarib boshlaydi. Hozir tizzalari ham yaxshi holatda. Qanaqa o'zgarishlar bo'lganini o'zlari aytib Yoshim 65'te. Nima shikoyat bilan kelgansiz? Men shikoyatim mana shu nervlar charchagan. Oyoq o'ng tizzamda yemirilish bor edi. Yengsa sohalda ham katta og'riq bor edi. Mana bugun 4-muolajadan ancha yengil bo'ldim. Necha yildan beri bu shikoyatlar? Bu shikoyatlarga 5 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Ana shu endi bu kasallikni o'zimizga o'zimiz
orttiramizmi kim biladi. U yerga bordim, bu yerga bordim, lekin hech qaysida foyda topa olmadim. Mana shu yerga keldim, mana 4-kunda ancha yengil, oyoqlarim yengil ko'chadi. O'zimning ham asab sistemam yaxshi bo'ldi. Ovqat hazm qilish sistemalarim ham yaxshilashdi. Yemoqchi bo'lganlarga Qoraqalpog'istonlik ayol qizlarning hammasiga, butun yurtdoshlarimizga maslahat beraman. Dori ukollar umuman bepul. Mana Dajina dorini ham yemadim 3 kundan beri. Birinchi kuni yedim, 3 kundan beri bir ham yemadim. Qayerdan keldingiz? Qoraqalpog'istonning Elliqal'a tumanidan. Davlina dori har kun ichib yurasiz. Har kun kechda ertalab ichardim, kechqurun uni hazm qilish 0% yerdim. Lekin hech qaysini yemadim 2 kun, 3 kun bo'ldi. Lekin yaxshi. Yaxshiman, Allohga ming qatla shukr.